Assalomu alaykum hammaga. Bugun C++ darslarini 3-darsini o'tamiz. Bugungi darsni sal boshqacharoq mavzudan boshlaymiz. Ya'ni C++ ga emas, umuman dasturlashga aloqador mavzu bor. O'shani bugun tushuntirib berishimga to'g'ri keladi sizlarga. Xo'p, buning uchun men birinchi Paint ochib olaman. Xo'p. Bu nima mavzu? Biza biladigan sanoq sistemasi, bizda ishlatadigan, matematikada ishlatadigan, masalan 25, 13 degan sonlarimiz bor. 42 degan. Bu o'nlik. O'nlik sanoq sistemasidagi sonlar, o'nlik. Sanoq sistemasidagi sonlar. Lekin umuman sanoq sistemalari faqat bundan iborat emas. Xuddi shu 13 soni ikkilik sanoq sistemasida 1 0 1 1 0 1 degan bo'lishi mumkin. Masalan, shunaqa ko'rinishda bo'lishi mumkin ikkilikdagi. Bu aniq emas, prosta misol uchun sizlarga ko'rsatib berdim yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Ikkilik sanoq sistemasi bor. Ikkilik sanoq sistemasi bor. Xo'p, 16 lik sanoq sistemasi bor. Ya'ni bu binary, bu hexadecimal, decimal degan sanoq sistemasi bor. 16 lik va 7 lik sanoq sistemasi bor. Adashmasam 7 lik va 8 lik. 7 lik bo'lishi kerak. 7 lik sanoq sistemasi bor. Hop, bizga eng asosan kerak bo'ladigani 2 lik va 16 lik. 2 lik juda muhim. 16 lik biz ishlatadigan hozirgi Windows yoki qanaqadir operatsion sistemamizda bo'lishi mumkin. Bu Linux yoki Windows. O'shalarning driverlarini bilan ishlayotganda ishlatiladi 16 lik sanoq sistemasi. Shuning uchun ekraningizda qanaqadir error chiqsa, qanaqadir xatolik bersa, 0 D X qanaqadir A S degan sonlar bo'ladi. Mana bu D A S 16 lik sanoq sistemasini sonlari hisoblanadi. Tak. Biz hozir bugungi o'rganadigan mavzuyimiz ikkilik va 10 lik. Masalan, 42 sonini ikkilikda qanaqa tasvirlab bersam bo'ladi va ikkilikdagi 1 0 1 sonini qanaqa qilib 10 likka o'tkazsam bo'ladi degan mavzu. Ya'ni shu savolga javob topamiz. Mavzuyimiz asosan shundan iborat. 16 lik sanoq sistemasini bo'lsa keyinroq o'rganamiz. Tak, paka. Tozalab olaman men ekranimni. Xo'sh. Masalan, bizda son bor edi deylik. Umuman sizlarga jadval ko'rinishida birinchi tushuntirib bera qolaman. Tak. Jadval bo'lsa. Xo'sh, mana jadvalni chizib oldim. Bu o'zimizning o'nlikdagi sonlar. Masalan, 0 bor, 0 dan boshlanadi bizda, to'g'rimi? 0 1 2 3 4 5 6. Biz masalan 0 dan 9 gacha bo'lgan sonlar ishtirokida, raqamlar ishtirokida xohlagan sonimizni yasab olishimiz mumkin. Ya'ni tasvirlab berishimiz mumkin. Ikkilik sanoq sistemasida esa faqat 0 va 1 bor. Shular orqali xohlagan sonimizni tasvirlashimiz mumkin. Tak. Xo'p, masalan, hozir 6 gacha yozdim. Bu davom etadi. Cheksizlikka qarab davom etadi. Xo'p, 6 gacha 6 misolda tushuntirib beraman. 6 yoki undan ham ko'proq o'tishi mumkin. Xo'p, 0 bilan 1. 0 bilan 1 ikkilikda ham bor. Ya'ni 0 bilan 1 0 va 1 deb tasvirlasam bo'ladi. Bu 0-qator deyiladi. Lekin 2 ni qanaqa tasvirlayman? 2 ni. Chunki ikkilik sanoq sistemasida bizani o'nlikdagi 2 ni tasvirlab berish uchun raqamlar yetarli emas. Buning uchun menga yana bitta qator kerak bo'ladi. 2 ni o'zini tasvirlab berish uchun ikkilikda ikkita ikki xonali raqamga aylanib qoldi. 2 ni o'zini tasvirlab. Biz masalan 12 ni tasvirlashimiz uchun 2 xona raqam ketyapti-ku. Ikkilikda 2 ni tasvirlash uchun 2 xona raqam ketadi. 2 xona raqamni ishlatishga majbur bo'lamiz. Shuning uchun
bu yoqqa birinchi qatorni qo'shib olaman. 0-qator va 1-qator. Bu qator ham 0 0 olaman boshini. Mana bu 0 0 0 ni tasvirlaydi, 0 1 1 ni tasvirlaydi. Bunisiga 1 qo'yib, 1 0. 10 bo'lsa 2 ni tasvirlaydi. Ikkilikdagi 10 2 ni tasvirlaydi. Shu ko'rinishda jadvalni to'ldirib olsak bo'ladi. Tak, bu yoqqa bo'lsa 1 1 qilamiz. Bu 3 tasvirlaydi. Mana 0 va 1 ishtirokida shunaqa kombinatsiyasi oldiki, 4 ta sonni tasvirlab berdi. 0 1 2 3 0 0 0 1 1 0 1 1. Endi o'ylab ko'ring. Bundan ortiq sonlar kombinatsiyasini amalga oshira olamizmi? Raqamlar kombinatsiyasini, ya'ni 4 sonini amalga oshirish uchun tepadagi ikkita kombinatsiyalar ishlatilmagan bo'lishi kerak. Ya'ni 0 0 yoki 0 1 1 0 1 1 ishlatilmagan bo'lishi kerak. Buni iloji yo'q, chunki hamma bor kombinatsiyalar shundan iborat. Ikkita son 0 0 0 1 1 0 1 1. Bundan boshqa kombinatsiya yo'q. Kombinatsiyalar sonini ko'paytirish uchun men yana bitta qator qo'shaman, ikkinchi qator. 0 0 0 0. Bu qatorni 4 ta 0 bilan to'ldiraman. Chunki qachonki 0 bilan to'ldirsam, bu yoqdagi qolgan sonlarni buzib qo'ymaydi. Chunki bu ahamiyatga ega bo'lmaydi. Hozir oldida turgan 0 hech qachon ahamiyatga ega bo'lmaydi. Orqadagi sonlar hozir. Lekin bir qo'shishim bilan bu yangi qatorni boshlab beradi. 1 0 0 qilsam to'g'ri tasvirlagan bo'laman. Tak, endi bittasiga e'tibor bergan bo'lishingiz mumkin. Birinchi qator, 0-qatordagi sonlarim 0 1 0 1 0 1. Faqat shunaqa ko'rinishda ketyapti. Ya'ni 0 1 0 1 0 1 shu ko'rinishda ketyapti. Ikkinchi qatorimdagi bo'lsa 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 keyingisi ham 1 1 bo'ladi. Uchinchi qatorimdagi bo'lsa 4 ta 0 4 ta 1. Yana 4 ta 0. Keyingisi ham 4 ta 1 bo'ladi. Endi ko'rishingiz mumkin. 7 8 9 keyingisi 10. Hop, 0 1. Lekin bu yoqdagi 0 3 ta 0 tepadagi 3 ta 0 bilan bir xil bo'lib qoldi. Ya'ni 0 8 ga teng bo'lib qoldi. Mana qachonki hamma qatoringiz, masalan 3 ta qatoringiz bo'lsa, 3 ta qatorda ham bir xil son, ya'ni 1 bilan tugab qolsa, yangi qator qo'shishga majbur bo'lasiz. 3-qator qatorda bo'lsa endi 8 tadan 8 ta 0 va 8 ta 1 bo'ladi. 0 0 0 0 0 1 1 1 1. Mana 8 ni tasvirlash uchun 1 0 0 0 9 1 0 0 1 10 10 10 11 10 11. Shu ko'rinishda bo'ladi. Endi nechta 0 nechta 1 bilan davom etishi bo'lsa, buni ham anglab yeta olmayotgan bo'lsangiz, bu 2 ni darajasi, 2 ni qatorni o'rnidagi darajasi. Masalan, 2 ni 0-darajasi 1 ga teng, to'g'rimi? 0-qatorni oldi, mana 0 oldi, mana bu yerga 2 ni darajasiga qo'ydi 1. Ya'ni 0 bilan 1 har bittada almashadi. 0 bo'ldimi? Keyingisi 1. 0 1 0 1. Bittada almashyapti. 0 bo'lsa 1 ga almashyapti. 1 bo'lsa 0 ga almashyapti. Endi 2 ni 1-darajasi bo'lsa nima bo'ladi? 2 ni 1-darajasi bo'lsa 2 ni 1-darajasi 2 ni 1-darajasi 2, ya'ni har ikkitada o'zgaradi. 2 ta 0 2 ta 1 2 ta 0 2 ta 1. 2 ni 2-darajasi 4, har to'rttada o'zgaradi degan. 4 ta 0 4 ta 1 4 ta 0 keyingisi ham 4 ta 1 bo'ladi. 2 ni 3-chisi 8 bo'lganligi uchun har 8 tada o'zgaradi. Keyingisi har 16 tada o'zgaradi. Keyingisi har 32 tada o'zgaradi. Qachonki sizlarda qatoringlar tugaganini bilish, yangi qatorni qo'shishni bilishinglar uchun hammasi 1 bo'lib qolishligi kerak. 1 bo'lgandan keyin yangi qator qo'shiladi. Keyin yangi qator bilan ham kod yozib
yangi qator bilan ham sonlar yozib kelinadi, keyin yana qo'shiladi. Chunki sonimizni ikkilikdagi sonimiz kattalashgan sari mana bu qatorlar soni ham kattalashib ketaveradi. Xo'sh, endi masalan menda 1455 degan son bor edi. Bu jadval qanchalik katta bo'lib ketishi mumkin degan savol sizlarda bo'lgan bo'lishi mumkin. Buni jadvalsiz o'zgartirish, ya'ni almashinuvni amalga oshirish yo'li ham bor. Hozir tushuntirib beraman. Masalan, 25 soni bor edi ikkilikda. Ikkilikda nima? 10likda, ya'ni o'zimizning sanoq sistemamizda buni ikkilikka o'tkazish kerak. Ikkilikka o'tkazishimiz kerak. Nima qilamiz buning uchun biz? 25 sonni olamiz. 2 ga bo'lamiz. Butun qismi 12, qoldiq qismi 1. Endi 12 ni 2 ga bo'lamiz. Butun qismi 6, qoldiq qismi 0. 6 ni 2 ga bo'lamiz. Butun qismi 3, qoldiq qismi 0. 3 ni 2 ga bo'lamiz. Mana 12 bu yoqqa tushdi. 6 bu yoqqa keldi. 3 bu yoqqa o'tdi. 3 2 ga bo'lamiz. Butun qismi 1, qoldiq qismi ham 1. 1 2 ga bo'lamiz. Qoldiq qismi butun qismi 0, chunki 1 2 ga bo'lsa 0.5, butun qismi 0, qoldiq qismi 1. 1 2 ga bo'lib bo'lmaydi, shuning uchun butun qismi 0 deb qoldiq qismini 1. 1 ro'zi qoldiq bo'lib o'tadi. Tak. Endi sonni yozib kelayotganda bo'lsa, pastdan tepaga boshlab yozishimizga to'g'ri keladi. Pastdan tepaga. Sonni tepadan pastga emas, pastdan tepaga qarab. Shu ko'rinishda paydo bo'ladi sizlarda ham. Ikkilikdagi ko'rinishi qoldiqlari bilan ifodalanadi, ya'ni sonni yozayotganda bo'lsa 1 1 0 0 1 deb yozishingiz to'g'ri keladi. Shu 25 ni ikkilikdagi ko'rinishi. Juda oddiy. Hech qanaqa jadval tuzishingiz kerak emas, hech qanaqa uzundan uzun sonlarni yozishga majbur emassiz. Shunchaki 2 ga bo'lib qoldiq qismini pastdan tepaga qarab shu ko'rinishda yozasiz. Ya'ni 1 bu yoqqa keladi. Mana bu 1 bu yoqqa keldi. 0 bu yoqqa o'tdi. 0 bu yoqqa keldi, 1 oxiriga keldi. Tepasiga oxiriga tushdi. Mana shu ko'rinishda davom etadi. Tak, tushundingizga umiddaman. Endi tozalab olamiz. Bizga kerak emas bu qism. Endi xo'p, bizda shu son bor. Ikkilikda ko'rinishi. Endi buni o'zini qanaqa qilib 10likka o'tkazamiz yoki qanaqa tekshirib ko'ramiz, to'g'rimikan degan savol bo'lishi mumkin sizlarda. Xo'p, buni 10likka o'tkazish, 2likka o'tkazishdan ham oson. Buning uchun shunchaki sonni chapdan, ya'ni bu tomondan oxiridan oldiga qarab indekslab olamiz. Indekslash degani raqam nomerlash, ya'ni faqat nomerlash, 0 dan boshlaymiz. 0 1, ya'ni mana bu 1 soni 0-o'rinda turibdi. Mana bu 0 soni 1-o'rinda turibdi. Mana bu 0 soni 2-chisida, bu 1 soni 3-o'rinda turibdi. Bu 1 soni 4-o'rinda turibdi deb indekslab olinadi. Hozir endi indekslaganimni o'chirib tashlashim kerak bo'ladi. Tak. Bo'ldi. Indekslab oldim. Mana bu pastdagilar indeks deb yozib qo'yaman. Indeks bu 25 ning ikkilik ko'rinishi. Deb qo'ydim, ikkilik ko'rinishi. Endi indekslari bor bizda. Qilishimiz kerak bo'ladigan ish
birlarni topishimiz kerak. Bir nechinchi indeksda turibdi birlar? 0 da turibdi, 3 da turibdi, 4 da turibdi. Xo'sh. Yozib olamiz. Qaysi indeksda turgan bo'lsa, masalan, birinchi birim 0-chi indeksda turibdi. Shu birni yozib olaman. 1 va ko'paytirilgan 2 ni indeksi 0 bo'lgani uchun 0-chisi plus yana qayerda bir bor. 3-chi indeksda bor. 1 ko'paytirilgan 2 ni 3-chisi indeksi bo'lgani uchun 2 ni 3-chi daraja bo'ldi. Mana bu 0 bu yoqqa keldi. Bu 3 bu yoqqa keldi. Plus 1 ko'paytirilgan 2 ni 4-chisi. 4-chi indeksda ham bitta bir bor edi. Endi buni bitta hisoblab ko'ramiz. 1 ko'paytirilgan 2 ni 0-chisi. 2 ni 0-chisi 1. 1 1 ga ko'paytirsak yana 1 bo'ladi. To'g'rimi? 1 bo'ldi. 1 plus 2 ni 3-chisi 8, 1 ga ko'paytirsak 8 plus 2 ni 4-chisi 16, 1 ga ko'paytirsak 16. 16 ga 8 ni qo'shsa 24, 1 ni qo'shsa 25. 25. Bu ham 25. Ya'ni ikkilik ko'rinishdan yana 10lik ko'rinishga o'tsa ham to'ppa-to'g'ri chiqdi. Xo'sh, hozir 25 misolida 10likdan 2liga va 2likdan yana 10liga qaytib o'tkazishni ko'rdi. Endi masalan buni 33 yoki 45 yoki boshqa sonlar bilan amalga oshirib ko'rsak bo'ladi. Masalan, 20 ni o'zi bilan olib ko'ringlar. Yoki osonroq 4 bilan olib ko'ringlar masalan. 4 bilan. 4. 4 2 ga bo'laman. Bu yoqqa qoldiqlarni yozib olaman. 2 ga bo'lsam 2, qoldiq 0. 2 ni 2 ga bo'laman. 1, qoldiq 0. 1 ni 2 ga bo'laman. Butun qismi 0, qoldig'i 1. 100. Boya jadval deydan ham eslasanglar bo'ladi yoki videoni orqaga qaytarib ko'rsanglar bo'ladi. Jadvalda ham to'g'ri ko'rinishi 100 edi. Endi buni ham indeksga olamiz. 0 dan boshlab indekslanadi. 0 1 2. Endi 1 ko'paytirilgan 2 da ikkinchi indeksda faqat bir joylashgan, shuning uchun 2 ni ikkinchisi bo'ladi. Mana bu indeksi bu yoqqa 2 ni darajasiga kelib tushadi. Tak, 2 ni ikkinchi darajasi to'g'ri. 1 ga ko'paytirsa ham to'g'riligicha qoladi. Mana. Tak, endi bularning ustida amallar bajarish bor. Biz faqat bugun qo'shish amalini bajarib ko'ramiz. Masalan, bizga 3 va 4 sonini qo'shish berilgan, faqat ikkilikdagi ko'rinishini. Biz buni 7ligini bilamiz. Lekin ikkilikdagi ko'rinish qanaqa bo'ladi degan savol bor. Tak, ikkilikda o'zi to'g'ri ko'rinish qanaqa edi? 100. 3 ko'rinishchi bu to'g'ri bo'lsa. Xo'p, 0 0 0 1 edi, 1 0 1 1. 3 ko'rinishi 1 1 ekan. 3 ko'rinishi 1 1. Bu 3. Xo'p, endi qo'shayotganda 100 plus bu yoqqa 1 1 yozib olamiz. Mana bitta xona bo'lmaganligi uchun 0. Xo'p, endi 0 ga 1 ni qo'shsa, ikkilikda qo'shayotganda 0 ga 1 ni qo'shsa, har doim 1 bo'ladi. 0 ga 1 ni qo'shaman 1 bo'ladi. Yana 1 ni qo'shaman 1 bo'ladi. 3 da 1. Bu 7. Hozir buni yana tekshirib ko'ramiz. 1 1 1. Indeksni olamiz. 0 1 2. Hamma indeksda bir raqami bor. Shuning uchun 1 ko'paytirilgan 2 ni 0-chisi plus 1 ko'paytirilgan 2 ni 1-chisi plus 1 ko'paytirilgan 2 ni ikkinchisi. 2 ni 0-chisi 1, 1 ga ko'paytirsa 1 plus 1 2 ni 1-chisi 2, 1 ga ko'paytirsa ham 2, 2 ni ikkinchisi 4, 1 ga ko'paytirsa ham 4. Qo'shib chiqsa hammasini 7 bo'lyapti. To'g'ri, qo'shish amali to'g'ri bajarildi. Bunda faqat 0 ga 1 ni qo'shish kerak bo'lib qolibdi. Masalan, 1 ga 1 ni qo'shsa nima bo'ladi? Yoki 0 ga 0 ni qo'shsa nima bo'ladi degan savollar bo'lishi mumkin. Buning uchun hozir boshqa sonlar misolida ko'ramiz. Masalan, 7 ga 8 ni qo'shamiz. 7 ga plus 8 bu teng 15 bo'lishi kerak.
yo'q 7 ga 8 ham qo'shmaylik. Hozir 15 ham chunki 4 ta 1 bilan ifodalanadi ikkilikda. Xuddi shu ko'rinishga ega bo'lib qoladi. Tak. Masalan 10 bilan 12 ni qo'shib ko'ramiz. 10 ni o'zini birinchi bo'lib ikkiliga o'tkazamiz. 10 bo'lingan 2 ikkiliga o'tkazish uchun bu yoqqa qoldiq qismini yoza olaman, bu yoqqa butun qismini. 12 ga bo'lsa 5, qoldiq 0. Qoldiq bo'lmasa 0 yoziladi, har doim shuni yodingizdan chiqarmanglar. Tak, 5 ni 2 ga bo'lamiz. 2 qoldiq qismi 1. 2 ni 2 ga bo'lamiz. 1 qoldiq qismi 0. 1 ni 2 ga bo'lamiz. Qoldiq butun qismi 0. Qoldiq qismi 1. 10 ni ko'rinishi, ya'ni 1 0 1 0 1 0 1 0 plus joy o'chirib tashlayman. Hisoblash amalga oshirilgan. Tak, endi 12 ni hisoblab ko'ramiz. 12 bo'lingan 2 6 qoldiq qismi 0. 6 ni bo'lamiz 2 ga 3 qoldiq qismi 0. 3 bo'lamiz 2 ga 1 qoldiq qismi ham 1. 1 bo'lamiz 2 ga 0 qoldiq qismi 1. 1 1 0 0. Pastdan tepaga qarab yoziladi. Shu ko'rinishda bo'lar ekan. Endi bitta bular ustida qo'shish amalini bajarib ko'ramiz. Tak. 1 0 1 0 qo'shilingan 1 1 0 0. 0 ga 0 ni qo'shsak 0 bo'ladi ikkilikda. 0 ga 1 ni qo'shsak 0 ga 1 ni qo'shsak 1 bo'ladi. 0 ga 1 ni qo'shsak ham 1 bo'ladi. Endi tak. 1 ga 1 ni qo'shsak bo'lsa 0 bo'ladi. Va yodda 1 saqlaniladi. O'sha 1 keyin oldiga tushadi. 1 0 1 1 0 ko'rinishda bo'ladi. Bu 24 ikkilikdek ko'rinishi. Buni ham biz tekshirib ko'rsak bo'ladi. Indekslab olamiz bu sonni ham. Tak. 1 0 1 1 0 edi. 0-indeks, 1-indeks, 2-indeks, 3-indeks, 4-indeks. Tak, qaysi indekslarda bor? 1da bor, 2da bor, 4da bor. Tak, 2-4 darajasi. Men uje bundan bu yog'iga yozib maydalab yozib o'tirmayman. Shunday 2-4 darajasi ketaveraman. 2-4 darajasi 16 plus 2 ni 2 darajasi 4 plus 2 ni 1 darajasi 2. Tak, 22. 22. To'xtanglar. Men 10 likda qo'shishda xato qildim. 10 ga 12 ni qo'shdi 24 emas, 25. 22. Hozir adashib ketdim. Tak, 22. Ko'rishimiz mumkin, to'g'ri chiqibdi. Xo'sh. Endi ayirish amali bor. Ayirish amalini o'tishdan oldin bizga o'tishimizga kerak bo'ladigan narsa two's complement degan narsa bor. Minusliga o'tkazib olish ikkilikli sonni. Uni keyinroq o'tamiz. Hozircha bizga faqat qo'shish amalini o'tish o'zi yetarli. Chunki bu ASCII table bilan ishlayotganda kerak bo'lishi mumkin yoki yana kerak bo'ladigan joylari bor. Hozir aniq esimga kelmadi. Mana shu ko'pincha ishlatiladigan shu ASCII tableda ishlatilinishi mumkin. Qo'shish amali binarylarni, ya'ni ikkilikli sonlarni. Hozircha bo'lsa shuni o'zi yetadi. Ayirish ko'paytirish bo'lish amalini bo'lsa o'tib beraman. Keyingi darslarda xudo xolasa. Tak, endi biza bu ustida masalan mashg'ulotlarni qanaqa amalga oshirsak bo'ladi? Masalan, ikkita sonni tanlab olinglar. O'zingizlar xohlagan sonni, masalan 15 keyingisi 3. Qo'shib ko'ringlar, 18 bo'ldi. Endi buni ikkiliga o'tkazinglar. 3 ham ikkiliga o'tkazinglar. Ikkilik.
Keyin ikkilikdagi ko'rinishlarni qo'shib ko'ringlar. Ikkilikdagi ko'rinishlarni chiqqan natijani bo'lsa, qanaqadir natija chiqadi, mana bunaqa 1 1 0 1 degan natija chiqishi mumkin. Endi masalan, misol uchun yozib ko'rsak, buni keyin yana 10 liga o'tkazib ko'ringlar. 10 liga. Agar shu natijalar 18 bilan 18 to'g'ri chiqsa, demak, ikkiliga o'tkazishinglarda ham xato bo'lmagan bo'ladi. Qo'shish amalini bajarganinglarda ham xatolik bo'lmagan bo'ladi. Tak. Hozir ikkiliga o'tkazish va uni ustida amalni bajarish va ikkilikdan 10 liga o'tkazish shulardan iborat hozircha. Endi bo'lsa CodeBlocksga qaytamiz. Tak, CodeBlocksda qayerga keldik? Tak, o'zgaruvchilar bilan tanishdik. Meni eslashim bo'yicha, hop, int o'zgaruvchisi, ya'ni int o'zgaruvchisi bilan va string o'zgaruvchisi bilan tanishdik. Tak, endi bulardan yana boshqa o'zgaruvchilar bor. Xo'sh, ularni aytaman. Hozir double sum deylik, masalan 5.3. Intdan farqli jihati double int son 1 deylik. Masalan 6. Intdan farqli jihati double o'zida butun, ya'ni kasr sonlarni ham qabul qila oladi o'ziga. Int bo'lsa faqat butun sonlarni qabul qiladi. Xo'sh, chegarasi ham doubleniki nimadan kattaroq? Intdan kattaroq. Katta bo'lganda ham juda ham katta. Xo'sh, yana qanaqa farqlari bor? Menimcha shuni o'zi farqlari xotiradan oladigan joyi, ya'ni RAM xotiramizdan, bizning operativkamizdan int o'zgaruvchisini ochsak, dasturimizda ishlayotganda shu o'zgaruvchi qancha joy oladi? Int o'zgaruvchisi 4 bayt joy oladi xotiradan. Double o'zgaruvchisi o'zini nimasidan ham ma'lum, funksiyalar ko'proq, bundan kattaroq joy, ya'ni 2 barobar kattaroq joy oladi. 2 barobar katta joy oladi. String o'zgaruvchisi bor edi bizda. Ism deylik, masalan, Bobur. String ism Bobur. Nega xatolik beradi? Xo'sh. Tishga tushirilish xatolik beradimi ekan? Yo'q, hech qanday xatolik yo'q ekan. Bu string o'zgaruvchisi, agar string o'zgaruvchi, masalan, ismdagi berilgan, yuklangan ma'lumot 15 ta harfdan oshib ketmasa, masalan, bizda hozir qancha bo'lib turibdi harf? Mana bu probel ham bitta harf deb hisoblanadi. 1 2 3 4 5 6 7. 7 ta bo'lsa, 7 ta, ya'ni 15 tadan kichkinami? Baribir 15 bayt joy oladi. Lekin 15 tadan oshsa, 16 ta, 17 ta, 18 ta bo'ladigan bo'lsa, nechta harf qatnashgan bo'lsa, ya'ni nechta belgi qatnashgan bo'lsa, mana bu probel ham bitta belgi, mana bu ham bitta belgi, bu ham bitta belgi. Har bitta belgisi uchun 1 baytdan joy oladi. Masalan, 30 ta belgi bo'ladigan bo'lsa, 30 bayt joy oladi. Stringda shunaqa. Tak. Buni hozir tekshirib ko'rish yana bitta yo'li bor. Hozir endi sizlarga mana 15. Bu ishlatilgan kod sizlarga mavhum tuyulishi mumkin. Men prosta shunchaki buni qancha joy olganligini ko'rdim xotirada. Mana 15 deb ko'rsatdi. Bizda harflar soni 7 ta bo'lishiga qaramasdan 6 ta, даже 5 ta ekan. 5 ta bo'lishiga qaramasdan 15 bayt javob turibdi. Lekin men buni harflar sonini 15 tadan oshiraman. Ko'ramiz keyin nima bo'lar ekan. Boburdan 2 ta bo'lsa 10 ta bo'ldi, 3 ta bo'lsa 15 ta bo'ldi. Bir belgisini qo'shib qo'ydim. Endi ko'rishimiz mumkin. 16 chiqadi. 15 tadan oshdi, mana 15 ta bo'lsa ham 15 bayt javob turaveradi.
15 dan oshdimi, har oshganiga 1 baytdan joy qo'shilib boraveradi. Bu hozir qilayotgan dasturlarimizda unaqa muhim ahamiyatga ega bo'lmasa ham, katta dasturlar bilan ishlayotganda dasturni sekin ishlashiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun int ishlatiladigan joyda, masalan 4 bayt joy ishlatib, int ishlatiladigan joyda ham sizlar double ishlatib ketishinglar mumkin emas. Int ishlatilish yo'li optimalroqmi int ishlatinglar. Agar double kerak bo'ladigan bo'lsa, sizlarga double ishlatinglar. Agar faqat butun sonlar bilan ishlaysizlar, lekin ishlayotgan sonlaringlar int ichiga sig'mayapti, ya'ni 2 milliard 147 milliondan kattami sonlaringlar, yana bitta o'zgaruvchi bor, long int degan. Bu intdan juda katta, intni qiymatiga qaraganda ko'proq son qabul qiladi o'ziga. Undan ko'ra kattaroq son qabul qiladi, ko'rishimiz mumkin. Bu sonni qabul qiladi. Long int. Long int bunga nom bermaymiz. Son 2 deb beramiz va uni ham ekranga chiqarib ko'ramiz. Son 2. Tak. Ko'rishimiz mumkin, son sig'gan. Yana bitta 9 qo'yib ko'raman. 0 qo'yib ko'raman. Bu ham sig'di. Intga qaraganda ko'proq sonni sig'dira oladi, kattaroq. Bu intga sig'masligi aniq. Mana hozir ko'rsatib beraman. Son 1 chiqazinglar deymiz. Ko'ramiz, minusdan son chiqadi. Даже minus emas, umuman boshqa sonni chiqazardi. Int ichiga sig'madi chunki. Lekin long int uni qabul qila oldi o'ziga. Long int xotiradan band qiladigan joyi ham 8 bayt. Double ga o'xshagan yana bitta o'zgaruvchi bor, bu float. Son 3. Float ham xuddi shunaqa kasr sonlarni ham qabul qilaveradi, faqat double qabul qila olgandagi sonlarni emas, ya'ni undan kichikroq bo'lgan sonlarni. Double xuddi long intga o'xshab kattaroq sonlarni o'ziga sig'diradi, kattaroq kasr sonlarni. Float bo'lsa intga o'xshab kichikroq, lekin kasr sonlarni o'ziga sig'diradi. Buni ham xotiradan band qiladigan joyi 4 bayt. Xo'sh, mana bu ikkita va long int o'zgaruvchi bizda hozir yengillik bo'ldi. Lekin unaqa farqli jihati mavjud emas. Unaqa e'tiborli farqli jihati mavjud emas. Qolgan o'zgaruvchilardan eng farqli jihati shu double kasr sonni ham qabul qilishi va katta sonlar bilan ishlanishi. Float kasr sonlar va kichikroq sonlar bilan long int uzunroq, ammo butun sonlar bilan ishlashda ishlatiladi. Tak, bulardan tashqari yana bitta o'zgaruvchimiz bor. Bu o'zgaruvchining nomi char. Char belgi. Char o'zgaruvchisi o'zida faqat bir donagina belgini qabul qila oladi. Bir dona belgi. Tak, bu belgini char o'zgaruvchisiga yuklayotganda, ham string yuklayotganda mana bu ko'rinishda yuklardik. Ammo belgini yuklayotganda char, ya'ni belgilar bilan ishlayotganda har doim bittalik qo'shtirnoq ochiladi. Bittalik. Ikkitalik emas, bir donalik qo'shtirnoq. Shu qo'shtirnoqning ichiga beriladi belgi. Masalan, A belgisi va cout belgi. Belgini ekranga chiqaz desak, ko'ramiz nima chiqar ekan. A belgisi chiqdi. Lekin bunga masalan ikkita belgini berib qo'yadigan bo'lsa, xatolik berishi aniq. Yo'q, xatolik bermadi. Oxirgi belgini o'zi saqlantirib qoldi. A ni qo'ydi birinchi, keyin A ni oldi va o'rniga S ni joylab qo'ya qoldi. 3 ta berib ko'ramiz. 3 ta D ni chiqadi oxirgisini. Chunki o'zida bu faqat bir dona belgini saqlab qoladi. Lekin mana bu ko'rinishda berib qo'yadigan bo'lsanglar A ni, unda aniq xatolik chiqazib beradi. Mana ko'rishimiz mumkin. Mana yana bir marta xatolik beryapti. Nimaga o'tkazib bera olmayman deyapti. Stringga, charga yuklab bera olmayman deyapti. Tak. Bunga har doimgidek bitta dona belgi beriladi. Va shu belgini o'zida saqlab qoladi. Xo'p, bugungi o'tgan o'zgaruvchilarimiz long int edi. Long int o'zida
o'zida uzunroq sonlarni saqlaydi intga qaraganda. Double o'zida kasr va uzun sonlarni saqlaydi va float kasr va o'zida kichkinaroq sonlarni saqlaydi. Float char belgi deylik. Bir dona belgini o'zida saqlaydi. Masalan, u minus bo'lishi ham mumkin yoki undov belgisi bo'lishi ham mumkin. Har qanaqa bitta belgini o'zida saqlaydi. Xotiradan oladigan joylari 8 bayt. Bu ham 8 bayt. Bu 4 bayt. Bu bo'lsa 1 bayt. Mana endi solishtirishinglar mumkin. Qaysi joyda qaysi birini ishlatish kerakligini o'zingizlar keyinchalik tushunib borasizlar. Iloji boricha kichik xotiradan kamroq joy band qiladigan o'zgaruvchilar bilan ishlashingiz afzal ko'rinadi. Chunki dasturingizlar tez ishlashiga bular ham sababchi bo'ladi. Tak. Menimcha hozir shularni o'zi, lekin sizlarga ham bitta narsani tushuntirib ketishim kerak. Mana bu byte nomimizda bu o'zi qanaqa ishlaydi degan savol bo'lishi mumkin. Bizda 0 va 1 belgisi bor, to'g'rimi? 0 yoki 1 belgisi. Boya ikkilikda o'tganimizdagi har bitta 0 va 0 belgisi bu 1 bit deb hisoblanadi. Endi shundan 0 1 bo'lib ketdi. Sonlar ikkilikli sonlarimiz masalan shu ko'rinishga yetib qolsa, masalan 8 ta bo'lib qolsa, u 8 bit bo'ladi. Har 8 bit esa 1 baytga teng. 8 bit 1 baytga teng. 1024 bayt 1 kilobaytga teng. 1024 kilobayt bo'lsa 1 megabaytga teng. 1 megabaytga teng. 1 megabayt 1024 megabayt bo'lsa 1 gigabaytga teng. 1024 gigabayt bo'lsa 1 terabaytga teng. 1 terabaytga teng. Tak. Endi 1 terabaytdan kattaroq dasturlar bilan, ya'ni 1024 terabaytdan kattaroq dasturlar bilan ishlab ko'rmaganman hali. 1 terabaytdan keyingi o'lchov birligi ham haqida ma'lumotga ega emasman. Agar bu darajaga yetganingizda sizlar menimcha bu narsani o'rganishingizga hojat qolmagan bo'ladi. Allaqachon ma'lumotingiz bo'ladi bu haqida. Hozircha bo'lsa mana shu 1 terabaytgacha bo'lganini tushuntirib beraman. Ko'rishinglar mumkin. 8 bitli, ya'ni 0 va 1 qatnashgan. Mana shu son 8 bit deyiladi. Va mana shu 8 bit bo'lsa 1 bayt deb hisoblanadi. 1 bayt. 1024 bayt bo'lsa 1 kilobayt. 1024 kilobayt 1 megabayt. Bu ham o'zingizlar uchun ma'lumot o'rnida saqlab qolishingiz mumkin. Shunchaki tushuntirib o'tib ketdim, lekin hech qanaqa ahamiyatga ega bo'lmasligi ham mumkin sizlar uchun. Kelajakda kerak ham bo'lmasligi mumkin. Ma'lumot o'rnida o'zingizlar uchun saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Necha megabayt va necha gigabayt, qancha bayt yoki qancha kilobayt bo'lishini hisoblab ko'rsanglar bo'ladi shundan. Tak. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Xudo xolisa keyingi darsda if mavzusi bilan tanishib o'tamiz yoki double yoki float yoki int bilan ishlash mavzusini o'tamiz xudo xolisa. Salomat bo'linglar, charchamanglar.